Hero Academy. Assalomu alaykum, hurmatli insonlar, ota-onalar va o'quvchilar. Bugun siz bilan mana shu boshlayotgan Hero Academy loyihamiz haqida batafsil gaplashamiz. Kamina Yorqin Zafarovich mana tanisiz kerak. 4 yildan ortiq vaqt davomida SAT va top universitetlarga grant yutish bo'yicha shogirdlarimni tayyorlab kelyapman. Ularga o'zimni tajribamdan, o'zimni bilimimdan ulashib kelyapman. Va bugun siz bilan Hero Academy loyihasi haqida gaplashamiz. Bu o'zi qanaqa loyiha? Bu o'quv markazimi, bu yoki onlayn platformami yoki kurslar jamlanmasimi, nima bu degan savollarga javob berish maqsadida. Qisqacha men o'zim tajribamni aytib bersam, aytganimdek 4 yillik tajribam bor va bu tajriba kam emas. Bu yo'lda men juda ham ko'p narsalarni ko'rdim. O'quvchilarimda ham juda ham ko'p muammolarni ko'rdim. Chunki shu vaqtgacha asosan SAT kurslarini o'zini o'tib kelganman. Aynan SAT ni o'zini, hattoki SAT dan pastroq darajadagi pre-SAT va foundation guruhlarimiz ham 2025-yilgacha bo'lmagan. Biz aynan faqat intermediate darajadan kelgan o'quvchini qabul qilib olganmiz yoki IELTS bor o'quvchini ola olganmiz, matematikasi yaxshiroq bo'lgan o'quvchilarni ola olganmiz. Lekin bunaqa o'quvchilar har doim ham baribir bizni qoniqtiradigan darajada bo'lmagan boshida ham va bizni qoniqtiradigan darajada o'qib natija qilib bera olishmagan. Nima desam bo'ladi, bizning harakatlarimizga qaramasdan. Va bu narsani bartaraf qilish maqsadida Foundation Pre-SAT guruhlarini 2025-yilda qo'shganmiz. Lekin bizning maqsadimiz faqat bu bilan cheklanib qolish emas. Yana bitta men o'quvchilarimda kuzatgan muammo ham shuncha vaqt davomida ko'p o'quvchilarimni SAT natijalari yaxshi chiqqaniga qaramasdan keyinchalik men ular bilan keyingi yillar davomida gaplashib shuni bildimki, aksariyati O'zbekistonda o'qib qolib ketishgan va eng qizig'i bunda SAT'sini hatto ishlatishmagan. Chunki yaqin-yaqingacha O'zbekistonda davlat universitetlariga SAT'ning hech qanaqa ahamiyati yo'q edi. Aynan 1200+ ballga qo'shimcha byudjet kvotalari ajratamiz degan qarorgacha. Shu sababdan ham ko'pchiligi O'zbekistonda qolib ketdi, chetga topshira olmadi, grant yuta olmadi. Bunga ularning tajribasizligi, bu narsada bilimsizligi yoki ko'p deadlinelarga amal qilmasdan vaqtini o'tkazib yuborganligi sabab bo'ldi va endi ota-onalarini albatta talabi bilan qayerdadir o'qish kerak, O'zbekistonga keyin topshirishga majbur bo'lishgan. Aynan mana shunaqa narsalarni keyingi o'quvchilarimda bartaraf qilish uchun men keyinchalik o'quvchilarimga SAT ni yoniga yana universitetlarga hujjat topshirish bo'yicha ham amaliy yordam berishni boshladim. Ham kurslarning ichida bepul, ham kursdan tashqari agar kim imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning konsalting xizmatlarimizni ham yo'lga qo'ydik arzonroq narxlarda. Va hozirgi vaqtga kelib Hero Academy'da biz buni yanada kengaytirmoqchimiz. Nafaqat Pre-SAT va Foundation shuningdek konsalting xizmatlari, balki boshqa General English kurslari, IELTS kurslari, oddiy demak o'zbekcha, o'zbek tilidagi matematika kurslarini ham biz qo'shmoqchimiz. Maqsadimiz noldan kelgan bolani, umuman ingliz tilini ham matematikani ham bilmaydigan bolani ma'lum muddat ichida, eng qisqa vaqt ichida SAT va IELTSda yaxshi natijalarga va top universitetlarda 100% gacha grantlarga olib chiqish. Bizning maqsadimiz aynan mana shundan iborat va Hero Academy aynan shu sababdan paydo bo'ldi. Bu oddiy o'quv markazi emas, bu oddiy platforma emas. Chunki shu paytgacha ota-onalarda qanaqa muammo bo'lardi? Bilasiz, juda ham ko'p kurslarda, juda ham ko'p o'quv markazlarida aynan qaysidir fanlarga ixtisoslashgan bo'ladi O'zbekiston bo'yicha. Masalan, kimdir faqat General English o'qitishi mumkin, ya'ni umumiy ingliz tilini o'sha noldan boshlab o'qitadi yoki balandroq darajalarimiz bor, bizda A1, A2, B1, B2 deyishadi. Kimdir faqat sıfırga o'qitadi multi levelga, kimdir faqat IELTS ga o'qitadi. Keyin uni bolangizni generaldan olib IELTS o'qituvchi qidirib yaxshisini topib berishingiz kerak. Keyin SAT ga ham berishingiz kerak, chunki SAT ni u IELTS o'qituvchisi o'qita olmaydi, boshqa odamga olib borasiz. Boshqa kursga olib borasiz. Ko'p o'quv markazlarida IELTS va SAT bir vaqtda mavjud emas edi. Keyin albatta hamma natijasini yig'ib bo'lgandan keyin alohida konsalting xizmatini gaplashishingiz kerak. Konsaltinglar arzon emas. Ayniqsa Amerikaga o'xshagan yoki Yevropa davlatlaridagi top universitetlarda o'qish uchun siz konsaltinglarga farzandingizni o'qitish uchun 1,5-2 ming dollardan boshlab 25 ming dollargacha to'lashingiz kerak bo'ladi. Shunaqa xizmatlar bor shu kecha kunduzda O'zbekistonda 25 ming dollarga ham xizmatlarni taklif qilayotgan konsalting servislari mavjud. Va bu ota-onalarning og'rig'i edi, chunki ko'p demak kursdan kursga olganingizda farzandingizni ko'p vaqt yo'qotib qo'yasiz, chunki yaxshisini topish oson emas. Ko'p xarajat ham qilib qo'yasiz, chunki ko'p joylarga borganingizdan keyin jarayon murakkablashib ketadi. Ko'p vaqt ketgandan keyin ko'p xarajat ham ketadi, chunki kursni puli oshib ketaveradi, uni oy soni, dars soni ko'payib ketavergandan keyin. Va shunaqa holatlar bo'ldi.
hammasini o'qib chiqqancha bolani faqat shunchaki vaqt qolmay qoldi universitetlarga topshirishga va bu narsa mani o'quvchilarimdan ham oldin bo'lgan va ko'pchilikda man shu narsani kuzatyapman. O'zimni kanalimdagi a'zolardan, Instagramimdagi yoki YouTube'imdagi yozgan, savol so'rab yozgan o'quvchilar ota-onalarini eshitib, ularning og'riqlaridan kelib chiqib shunaqa holatga keldim. Va mana shu narsani bartaraf qilish maqsadida biz hamma narsani bitta tizim ichida ota-onalarga va o'quvchilarga taklif qilyapmiz. Ya'ni bizning rejamiz bola noldan kelsin, ingliz tilini bilmasa ham, matematikani bilmasa ham, biz hamma narsadan o'zimiz olib o'tamiz. General English ham o'qitamiz, IELTS ham o'qitamiz, SAT ni ham o'qitamiz va consulting xizmatlarimizni ham taklif qilamiz. Ularga o'sha insholarida, tavsiyanomalarida, activitylarda, ya'ni maktabdan tashqari qilinadigan ishlar bor, ular ham juda ham muhim. Va bundan tashqari maktab baholarini to'g'rilashda ham amaliy yordam beramiz. Va natijada nima bo'ladi? Noldan kelgan bola taxminan 1,5-2 yil ichida maksimum, bo'lmasa 1 yil ichida ham natija qilishimiz mumkin. O'zini demak top universitetlarga kirgan holatda ko'radi. Aynan bizning maqsadimiz shu, ota-onalarning vaqtini va pulini tejash. Chunki bizda eng qisqa kurslar bor hozirgi vaqtda va kurs qisqa bo'lgandan keyin uni umumiy narxi ham albatta arzonroq bo'laveradi. Aynan mana shunaqa maqsadda Hero Academy ishga tushyapti, ham offline va ham onlayn tarzda. Endi esa albatta bizda missiya bor va vizion bor. Ingliz tilida mission and vision deyiladi. O'zbek tilida endi vizion deb biz tarjima qildik. Missiyamiz o'zbek yoshlariga xalqaro universitetlarda 100% gacha grant yutishlari uchun tizimli tayyorlash. Ya'ni biz hammani demak optimal vaqt ichida va optimal summada tayyorlab beramiz. Va ota-onalar bilan hamkorlikda ularni va farzandlarini orzusidagi universitetga topshirishga harakat qilamiz va missiyamizning 3-qismi bu o'zbeklarni kelajagi xuddi o'tmishi kabi, kerak bo'lsa o'tmishidan ham buyukroq bo'lishi uchun o'z hissamizni qo'shamiz, Xudo xohlasa. Vizion esa Markaziy Osiyodagi universitetlarga tizimli tayyorlash bo'yicha eng ilg'or, eng ishonchli demak tizimga aylanish va umuman yoshlikdanoq boshlanadigan tayyorlov tizimi orqali o'zbek yoshlari xalqaro sahnaga chiqa oladigan avlodni shakllantirishga harakat qilamiz. Insonlar boya aytganimdek, biza noldan kelgan bolani maqsad qilganimiz 100% gacha grantga olib chiqish va bunga demak eng minimal vaqtda erishish. Bu narsani biz bu yo'lni 5 ta qadamga bo'lib olganmiz. Birinchi navbatda kelgan o'quvchini biz diagnostika qilib olamiz, ya'ni uni darajasini aniqlaymiz. Bu uchun bizda maxsus daraja testlarimiz bor. Ingliz va matematika bo'yicha asosan. Chunki tayyorgarlik mana shu ikkita fanni o'z ichiga oladi. Ingliz tilini ham o'rganadi, matematikani ham o'rganadi. Bu ham SAT uchun, ham universitetlarga hujjat topshirishlari uchun juda ham muhim. Shu uchun diagnostika bosqichi birinchi bizada bo'ladigan narsa. Ikkinchisi, har bitta o'quvchi uchun individual study plan tuzamiz. Bu narsani o'quv markazimizga kelib gaplashib ketsangiz bo'ladi. Receptionda o'tiradigan mutaxassislarimiz bo'ladi yoki men o'zim bo'laman. Diagnostika bosqichidan keyin daraja testini aniq qilib olganimizdan keyin sizni farzandingizga yoki siz o'quvchi bo'lsangiz sizga biz maxsus xarita tuzib beramiz, o'zingizga tushadigan. Ya'ni xarita deganda taxminan necha oy ketadi, mana shuncha oydan keyin qanaqa natija kutishingiz kerak, biz necha ballga yoki qanaqa natijaga kafolat bera olamiz va bundan tashqari qanaqa bosqichlardan o'tishingiz kerak, necha oy qaysi kursda o'qib chiqishingiz kerak va taxminan qancha xarajat qilasiz. Mana shu narsagacha aytamiz. Siz bilishingiz uchun qancha vaqt ketadi va qancha xarajat qilinadi aniq bilib olishingiz uchun. Bu juda ham muhim bo'lgan narsa. Uchinchisi albatta tayyorgarlik jarayoni aynan mana shu qilingan xaritani, demak tuzilgan rejani amaliyotga tatbiq qilish, ijrosini ta'minlash. Aynan mana shu reja bo'ylab bitta-bitta o'tib ketaveramiz. Bu o'sha ma'lum vaqt oladi. Albatta kelgan o'quvchini darajasiga qarab, agar darajasi balandroq bo'lsa, tabiiyki qisqaroq vaqtda biz natijaga olib chiqamiz. Pastroq bo'ladigan bo'lsa, sal ko'proq vaqt ketishi mumkin. Lekin shu narsani e'tibor bo'ling. Mana shu ko'proq vaqt ham juda ham ko'p o'quv markazida kurslarga qaraganda ancha qisqa vaqt bo'lib chiqadi hisoblab chiqqaningizda. 4-bosqich bu consulting. Consulting degani o'zi aslida maslahat berish degani. Bu qanaqadir servis, pullik servis degani emas o'zi aslida. Consulting degani bu maslahat. Buni ichiga ikki xil narsa kiradi bizda. Birinchidan kursimizda o'qiyotgan o'quvchilar bizdan har xil haftalik master klasslar olib universitetlarga o'zlari topshirishga harakat qilib ko'rishlari mumkin. Biz ularga insholarni yozishda ko'maklashamiz, tavsiyanomalarni
tayyorlashda ko'maklashamiz. Bu uchun qaysi materiallardan foydalansa bo'ladi, bu narsani qilib beramiz. Yoki agar nima desam bo'ladi, qaysidir ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, imkoniyati yetadigan farzandim yo'q, kurs o'zida o'qiversin, hujjatlarini tayyorlashga chalg'imasin, SAT'sini, IELTS'ini qilsin, qolganini sizlar o'zingizlar qilib beringlar deydigan bo'lsangiz, unaqa narsa ham bor. Bu bizda ikkinchisi, aynan konsalting xizmatlari to'g'ridan to'g'ri o'sha ma'lum kelishilgan summaga siz tanlagan davlatga biz hamma hujjatlarni tayyorlaymiz, insholarini, tavsiyanomalarini va boshqa kerakli narsalarni hammasini taxlab jo'natamiz. Hozirgi vaqtda insho va tavsiyanomalar bilan har bitta o'quvchi bilan men o'zim shug'ullanib kelyapman. Hozirgi kunda bizda konsalting xizmati bor. Har bitta o'quvchiga alohida o'ziga moslab inshosini va tavsiyanomasini yozib beryapman. Va bunda ikkita o'quvchiniki hech qachon bir-biriga o'xshamaydi. Biz bitta shablon asosida hech qachon ikkita o'quvchiga bir xil narsani tayyorlab bermaymiz. Har bitta o'quvchining insholari unikal bo'ladi. Va albatta 5-inchisi bu natija. Hamma yo'ldan o'tib bo'lgandan keyin uni qo'lida SAT'si bo'ladi, xudo xolasa IELTS bo'ladi va o'sha universitetdan qabul xati bo'ladi. O'sha 100% gacha grant yutgani haqida. 50% dan 100% gacha biz maqsad qilamiz va demak top universitetlardan albatta. Ana endi Hero Academy ichida hozir mavjud bo'lgan va yaqin 1-2 oy ichida ochilishi reja qilinayotgan kurslarni bitta-bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni boya aytgandek, 0 dan kelgan bola o'zi qanaqa yo'ldan o'tadi, realistik yaxshi natijaga erishishligi uchun. Birinchi navbatda albatta bizda SAT guruhlarimiz bor. SAT guruhlarimiz hozirgi kunda 3+2 formatda turibdi. 3+2 degani qanaqa? O'quvchi agar B2 level yoki undan balandroq B2 C1 level bo'ladigan bo'lsa va shuningdek matematika darajasi taxminan 8-sinf 9-sinf atrofida bo'ladigan bo'lsa, biz o'quvchini qabul qilamiz, 3 oy o'qitamiz va 3 oyning oxirida birinchi topshirishini o'zida 1250-1300 plus natijaga biz kafolat bera olamiz. Nimaga bunaqa natijani aytyapman? Chunki ko'p o'quvchilarga o'zi aslida 1400 dan balandroq natija kerak. Siz ham bu narsani menimcha tushunib turibsiz, lekin bunaqa natijalarga erishish uchun test tajribasi juda ham muhim va biz o'quvchilarga bir marta topshirishini tavsiya qilamiz doim. Chunki 1200 dan baland natija qiladigan bo'lsa, davlatdan pulini qaytarib oladi, birinchi topshirishda hech qanaqa narsa yutqazmaydi. Va biz qo'shimcha keyin 2 oy tayyorlaymiz o'quvchini maxsus kuchaytirilgan SAT guruhlarimizda va bu guruhlarimiz o'tayotgan o'quvchilarda 1400 plus natijaga kafolat bo'ladi. 1500 plus ham chiqishligi mumkin. Bizning rejamiz aynan shunaqa. Lekin sizda savol bo'lishi mumkin, agar kelgan bolaning darajasi aynan shu aytganingizdek B2, C1 yoki matematika 8-9 sinf darajasida bo'lmasa-chi, pastroq bo'lsa-chi, matematikani yaxshi bilmasa-chi, inglizchani yaxshi bilmasa-chi deydigan bo'lsangiz, bu uchun ham biz o'ylab qo'yganmiz. Agar ingliz tili darajasi nisbatan pastroq bo'ladigan bo'lsa, masalan, ingliz tili darajasi deylik bolaniki A2 level, ya'ni A2 ni tugatgan, elementary ni tugatgan, biror joyga kursga borgan va hozir pre-intermediate darajani taxminan boshlariga to'g'ri keladi. Bunaqa o'quvchilarni biz qo'shamiz foundation guruhlarimizga. Va foundation guruhlarimizga qo'shilish uchun matematikadan hech qanaqa bilim kerak emas. 5-sinf atrofida bo'lsa bo'ldi. Ya'ni basically qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lishi biladigan bolalarni biz foundationga qabul qilaveramiz va hozirgi kunda programmamiz shunaqa tuzib chiqilganki, 2 oy ichida biz bu o'quvchiga aynan SAT ni programmasiga yaqinroq bo'lgan grammatikani, readingni, lug'at boyligini oshirishda ustida ishlaymiz va matematikasini ham 6-7-sinf programmalarigacha taxminan o'rgatamizda pre-SAT guruhiga o'tkazaveramiz. Pre-SAT guruhiga esa intermediate levelda boshi B1, ya'ni pre-intermediate darajani oxiridan kelib qo'shilishi mumkin ingliz tili qismiga va biz bu o'quvchini B2 yoki undan balandroq darajaga chiqaramiz 2 oy ichida yana va albatta matematika qismi agar o'quvchida aynan 7-sinf yoki 6-sinf darajasida bo'ladigan bo'lsa, biz uni kamida 8-sinf darajasiga chiqaramiz, xudo xolasa, aynan mana shu 2 oy ichida. Foundation pre-SAT guruhlarini tugatgan o'quvchi keyin bemalol katta guruhga o'tishi mumkin. Umumiy olib qaraganda foundationdan boshlagan o'quvchi bizda 2+2+3+2. Ya'ni umumiy 9 oy vaqt sarflaydi xolos. Lekin hozirgi kunda juda ham ko'p SAT o'quv markazlariga boradigan bo'lsangiz, sizning farzandingiz darajasi B2 daraja bo'lsa ham sizga 9 oy aytishadi, chunki ular foundationga B2 dan oladi. Biz foundationga A2 dan olamiz. Ya'ni ikkita daraja pastdan olamiz va foundation pre-SAT'larni 3 oy emas, 2 oy o'qitib tezlashtirilgan guruhlarda o'quvchilarni natijaga chiqarib beramiz. Chunki offline kelayotgan o'quvchilarga ham onlayn materiallar ham beriladi, ham albatta support, ya'ni yordamchi o'qituvchilar bilan
demak darsdan bo'sh xohlagan vaqtda kelib ishlash imkoniyati beriladi. Shuning uchun mana shunaqa qisqa vaqtda bizni natija qilishiga ishonamiz. Bu o'sha SAT haqida edi. Endi sizda savol bo'lishi mumkin. IELTS ham bor degandingiz deb. Ha, IELTS ham bor. Bizda o'sha odatiy IELTS guruhlarimiz mavjud. 3 oylik va bu 3 oylik IELTS guruhimiz oxirida biz o'quvchilarga 6,5-7 ball biz kafolat beramiz. Demak, aynan o'sha 7 ball uning uchun yetarli bo'ladi agar chet elga topshirishga harakat qilayotgan bo'lsa. Agar o'quvchiga undan balandroq natija kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha keyin kuchaytirilgan guruhlar ochiladi. Bu ham o'sha 2 oylik 7,5-8 ga harakat qilishligi mumkin agar bolani o'zini qiziqishi bo'lsa, deylik, IELTS bo'yicha dars bermoqchi bo'lsa, masalan 8 kerak bo'lishi mumkin. Yoki aynan qaysidir universitetlar 7,5 daraja talab qiladi, 7 emas. Bunaqa universitetlarga harakat qilayotgan o'quvchilarga biz qo'shimcha 2 oy yanada kuchaytirilgan maxsus guruhlarni tavsiya qilamiz 3 oydan tashqari. Ya'ni xuddi SAT ni programmasiga o'xshaydi. SAT ni ham odatiysi 3 oy plus yana 2 oy kuchaytirilgan guruh. IELTS ham xuddi shunday. Odatiysi 3 oy plus yana 2 oy kuchaytirilgan guruhlarimiz bo'ladi. IELTS ga ham biz B2 intermediate darajani tugatgan o'quvchilarni qabul qilamiz maxsus daraja testlari bilan albatta. Shuningdek, e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan narsa, agar darajasi B2 bo'lmasa IELTS o'qimoqchi bo'lsa, bizda pre-IELTS guruhlarimiz bor. Bunda pre-intermediate darajani B1 levelda tugatgan o'quvchi biza
Shuning uchun full tuition, ya'ni to'liq kontrakt qoplab beradigan grantlar ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Shunaqa narsalardan full ride deymiz. Ya'ni kontraktdan tashqari boshqa narsalarni qoplaydigan grantlardan ozgina quruq qolib ketgan holati bo'ldi. Shuning uchun mana shunaqa narsalarga biz barham berish maqsadida IELTS ham o'zimiz o'qityapmiz. Birinchi o'quvchimizdagidek case bo'lmasligi uchun va universitetlarga vaqtida topshirishga oldindan reja tuzib beryapmiz o'quvchilarga va ota-onalarga mana shunaqa ikkinchi o'quvchimizdagi holatda deadlinedan o'tib ketmasligi uchun. Chunki deadlinelardan o'tib ketsangiz, universitetlarga qachon topshirishi, qanday topshirishi, qaysi universitetlarni to'g'ri tanlab topshirishi agar o'quvchi bilmaydigan bo'lsa, uni harakati, ota-onasining xarajati besamar bo'ladi. Ming o'sha IELTS zo'r bo'lsa ham, deylik o'sha boringki 8 bo'lsin, SATs 1400 plus bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin, lekin vaqtida to'g'ri universitetga topshirilmasa befoyda va nima desam bo'ladi? Kerak bo'lsa o'sha SATsini ishlatmasdan universitetga kirib o'qib, yog'i hayotini qurib ketaveradi va bu narsa albatta achinarli holat. Shu narsani oldini biz olmoqchimiz. Albatta bu o'quvchilarni muvaffaqiyatli deyman men. Bunaqa muvaffaqiyatli o'quvchilar juda ham ko'p. Endi ular haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham videomiz cho'zilib ketadi. Shuning uchun keyingi qismga o'tib ketaveramiz. Ana endi boya men missiyani ichida ikkinchi bandida aytib ketgandim, biz ota-onalar bilan yaqindan hamkormiz va bu bilan ham ko'p o'quv markazida va onlayn kurslardan ajralib turamiz. O'sha onlayn kurslarda asosiy bo'ladigan shikoyatlar aynan ota-onalar natijalardan bexabar qolib ketishi yoki nazoratni yaxshi bo'lmasligi yoki va boshqa narsalar va shu sababdan ham bizda haligacha mana 2025-yil bo'lsa ham bizda onlayn kurs 2020-yildan beri allaqachon 5 yil bo'ldi. Davom etib kelayotgan bo'lsa ham, onlayn kurslar doimiy mavjud bo'lib kelayotgan bo'lsa ham haligacha bizda ishonch baland emas. Nimaga? Chunki nazorat ko'p joyda bo'sh qo'yilgan. Ota-onalar o'zi xabari yo'q, bolasi qanaqa o'qiyotganidan. Kursi boshida farzandini topshiradi, keyin to'lovlarini qiladi, oxirida natija yo bo'ladi yo bo'lmaydi. Bu albatta juda ham katta noqulaylik deb hisoblayman ota-onalar uchun va mana shu narsani bartaraf qilish maqsadida biz allaqachon ota-onalar bilan hamkorlik tizimlarini yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi vaqtda bizda onlayn offlayn guruhlarimizda ota-onalar uchun maxsus guruhlar bor, parents guruhlari bor. U yoqqa haftalik hisobotlar yuboriladi. Bizning kuratorlarimiz, yordamchi o'qituvchilarimiz tomonidan har hafta hisobotlar, mock natijalari, kim vazifani qilyapti, kim qilmayapti va hokazo bu vaqtda hammasi berib boriladi va vaqtida qaysidir o'quvchida muammo kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni mas'uliyatsizlik bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir sog'lig'idagi muammolar tufayli natijalari pasayishi bo'lishi mumkin. Shu narsalarni biz ota-onalar bilan gaplashib, tez orada hal qilishga harakat qilib kelyapmiz. Xo'p, va monitoring. Bu albatta nazorat. Nazoratni qanaqa ta'minlayapsiz degan bo'lsak, biz onlayn guruhlarimizda har hafta o'quvchiga 2 tagacha kurator biriktiramiz. Kurs davomida va kurs oxirida qo'shimcha tashrif buyurib, support teacher yordamchi o'qituvchilar bilan yoki asosiy o'qituvchilarni o'zi bilan